Yo, men sizga tushuntirdim-ku, jonim, nimaga mendan jahli chiqyapti? Qizlar yo'q dedim-ku. Yo, ishonmasangiz video ham qildim-ku, jonim. Hozir o'jarlik qilyapsiz-da. Ko'chani oxiriga keldim deyapman-da. Deyinchi? Dedi. Shuncha shirin kulchalar qayoqqa g'oyib bo'ldi? Sharbatlarchi? Ko'changizga bolalarman. Banditlar ichida o'sganman. Vorzakon 2008 saroy konsulxonasi. Zo'rini yakkabo g'ildirak bilan chiqarib shu trendda bilan. Shu osmonga Toshkentda katta bo'g'im. Liboyga javob aka. Nasibelarni chaqir. Bibib signal qil, bibib qil, signal. Signal qil. Signal qil, bibib qil. Haydi. Bolalardan chiqqan. Ana yashasın. Qarang, kameraga olmang. Kameraga. Uyimiz yonib ketdi. Hammaga assalomu alaykum. Sizlarga bitta iltimos bilan chiqyapman. Mani oyim bilan yashaydigan uyimiz yonib ketdi. Ichidagi mebel, kiyim-kechak, polni deyarli hamma narsa yonib ketdi. Amin. Faqat o'zim boy bo'ling. Charchadim, juda ham charchadim. Tushunishdan ham charchadim, o'ylashdan ham charchadim. Xafa bo'lishdan ham juda charchadim. Neresi hamma narsa jonimga keldi. Zerikdim, yuragim siqilib ketdi. Menga ishon, do'stim. Ozgina qiynalamiz, keyin bu yoq zo'r bo'ladi. Qarang, chiroyim bor. Pulam bor. Avtoritet ham bor. Chiroyli bir figura ham bor. Nasl nasab ham bor. Hamma yo'q borda. Yo, xo'jaka kiyib qoptilar, yo xo'jaka. Ya xo'jaka kiyib qoptilar. To'rga olamiz, to'rga xo'jakani. Xo'jaka siz to'rga olamiz-da. Men seni ko'ryapman. Mana u. Janob topanga g'oyib bo'lishingizga nima sabab bo'lganda? Men o'lganman. Qaramaysiz. Voydan qaramaysiz. Agar meni chindan sevsangiz, meni tinch qo'ying. Bugundan boshlab begonamiz. O'ylayapman-da, kimga qolyapti hozir. Hozir o'ylaydi men. To'g'ri tushuning. Boramiz, ro'zg'orimizga borsak, erimiz aytadi, Ilhom bilan yuribsan. Ilhom bilan biz qachon yurganimiz? İşsizmi? Ishsizmi? Yo'q, hatto men ishsiz edim. Ishsiz edim. Men deb ayting, boshdan boshlayman. Ishsiz menmi? Ha, men to'xtang, men ishsiz edim. Ishsizmi? Boshqa planetaga tiriklikda yer sharini olib ketadigan odamman. Siz? 100 yoshda 20 yoshga qaytaman. To'g'risini aytsam, oshqalarim ko'p. Kreditni menga kalbasa oldim 1 kilo. 13 mingga bitta pivo oldim. Uyga bordim, yedimda bitta pivo ichdim. Bizga bitta xotin kerak. Yoshi 50 ga bormasin, bolasi bo'lmasin. Üstü-bustimda kirimni yuvib, uyimga qarab tursa bo'ldi. 3 million 200 pensiya olaman. Men davolam olayman dedim-a. Ko'rasan holimni. Men bilan o'ylashma dedim-a. Men shu narsadan huquqmay qolganman. Yetib qo'yay, yo'laman, do'st bo'ling. Eshitilamaydi, qayta tugaydi, ketsak bo'lasdi, ketib bo'lmayapti. Ketib bo'lmayapti, erta ketasan, indin ketasan, erta ketasan. Ertani kutsang ona. Nimani kameraga olyapsan? Shaharda telplar ko'payib ketdi. Aytdi, olaman dedi, qasam ichdi. Damazini o'rta Hazrati Dovud ursin, olaman dedi. O'zini topgan oyligini qaynonasiga berish kerakmi? Ha? Berish kerak, ha? Nega? Qaynona qilgandagi o'g'lini berib qo'ygandagi qaynona boqish kerak, qaynotani boqish kerak. Nimaga boqmaydi, kelin? Nima uchun kelin qiladi odam? Kelin qilmayman. Rahmat. Nima bo'lyapti? Ha, ota. Bormi ora? Oyatinikan bilan qochdik. Odamlarga hayronsan. U bunday, bunisi bunday, u unday, bu bunday. Aytinglar qani, yaxshi odam qanaqa bo'ladi? Sizga o'xshagan bo'ladi. Yigitning o'shancha hech qachon omadi bilan o'ynashmas kerak-da. Yigit omadi bilan o'shancha hech qachon o'ynashmas kerak-da. Qandaysan, Sardor? Nimaga birovni aldaysan? Kimniki? Kelinglar. Adashgan jigarbandimizni o'zimiz imijimida urib o'ldiraylik. Ularning bari chiroyli, qizlarga mehr berib, chiroyli, uydagilaringga qanday mehr bersalaring, qizlarga ham shunday mehr berib, chiroyli qilib olib yursalaring bo'ldi. Demak
benamoz yuribsan. Xudodan qo'rqmaysanmi? O'tkinchi bir dunyoda obod qilaman deb oxiratingni xarob qilma. Hazrati Alisher Navoiy bobomiz aytdilarki, nima dedilar?